Eng ko'pi 30-40 minggacha. Undan ko'p bermaganman. Qarz bergandan keyin odamlar do'stlar sanaladi-ku, berib yo'qotgan do'stlaringiz qancha aka? Rosa ko'p do'stlarim yo'qotdim qarz berib. Boshda normalniy qarardim, keyin bora hamma aldi urgandan keyin sani u bergan pulimga achinmayman. Lug' bo'lganimga achinaman. Yo'qotgan do'stlaringizni yo'qotgan, arzimagan narsaga katta qiymatli narsa. Arzimagan narsaga olasan dedi. Endi toparoyda olasan deb bermayman deb nima qilasan, qo'ling nima keladi deb sani eng yaqin odamlaring shunaqa deb tursa, u gapimda emas. Undan ko'ra imkonim yo'q. U pulni men bola chaqamga ishlataman. Ro'zg'orimda qiyinchilik bo'lib qoldi desa-yu, shuni kechib yuborsa, Allohga qasam kechib yuboraman. Lekin shunaqa ko'p meni kidirib, shu qarzini bermay bo'lishyapti insonlar o'zligicha, ko'rib turgan bo'lsa kerak. Alloh bor-u, naryo bor-u, naryoda ham hisob-kitob qilinadi-yu. O'shaning uchun ko'nglim xotirjam. Bitta qarzni orqasidan quvlamayman. Eslamayman ham kimdan qancha qarzim. Taxminan eslashim mumkin, lekin bilmayman qancha qarzim bor ko'chada. Otabek o'zi qancha ko'p qarz beradi ko'chaga? Eng ko'pi 30-40 minggacha. Undan ko'p bermaganman.